Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem, süyümlük, musafir, muhacir, Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım, Uygur qarindaşlarım. Hemmanlar Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yana uçuraştığıga Allah'a hamdlar olsun. Bugünkü temamız nasihatçilik afeti ve Uygur tilinin petik kılınış doğrusuda. Rastın degende bu tema unutulup ketipti. En az 20 yılının aldıda bunun tayyorligini tezis qilib qo'yapti ekanman. Bu varaqlab baksam bu natunish bir nima tug'andek qildi. Echib baksam mashina binasi ekan. Şuna bu nima uchun unutulup ketdi deganini o'yladim. Qarasam bunun bir zürüriyeti bağımıtı yokmuti deb ikkilinish bilan buni unutulup qalgan o'xshaymi. Qarab baksam şu torladaki bazı yollanmalar bek adamın gıdıqını keltirdi. Çıdığısız. Şunu yanılama şu mavzuda gap qıp qaydap qaldım. Bunun birmege paydası yok doğru. Onu bilmem. Hem adam yüzün bilgini qilaverdigan, yüzün bilgini çilaydigan bir iş. Umumen biz Uygurluğa bir narsimi kerek emas. Hem meylen zade toşkan bakayırımız qanmaqallan bilmegilleri oğaçqa her qanday narsini kerek yok da shunda olsunmi? Tayyorlik qilib qo'ygan bo'lg'achqa, niyat qilib qo'ygan bo'lg'achqa deb dedim. Oldi bilan mushu o'tib ketgan bir hafta ichidagi ba'zi kun tartibimizda diqqat chekkan ishlar haqida bir necha qiz qistirmoqda o'tay. Bir yoqdan qaraganda buning temaga munosabatimi bor. Yani nasihatçilik. Birmuncha kishilar menga nasihat qilishga urinyotdi. Lutfullah Mutallib bilan Abdurrahim O'tkirni tilga olmay tursa vaqt emasdi. To'g'ri, paketlar bor, endi paketlar bor bo'lsinmi deydigan bir nasihat va salah. Nima uchun tilganmıqı dekmen? Uygurda meşhur tugab ketmasligi uchunmi? Yüzgü toşmay qolganmisin debmi? Başqa cho'ylida to'xtaydigan sabablar bormi? Yana tilganmisam bu gapni go'rg'a kitamdim. Chunki buni boshqa bir Uygurning tilga elishga jur'ati bo'lishi notayin. O'zini ayaydi. Düşman tepilmay deydi. Şahsi inavati milletning manfaatidan muhim. Ko'rilayotgan vaziyat qadimgi zamon mushriklarning ahvoliga bekma o'xshaydi. Buni men ilgirimi deb o'tgandim yodimda bor. U chaqda ma'budlarning ismlari aytilmagandi. Oldingi degan vaqtimda daritmilganda ma'budlarimizning ismi aytilmay qadimgi zamon mushriklarga o'xshatilgan. Shunga diqqat qo'zg'amagan bo'lishi mumkin. Ko'rilgan ahvolning eg'irligi meni haqiqatan cho'chitdi qarindoshlar. Bu mening tasavvur qilganimdanmi eg'ir ekan bizning bu qayta shakllantirishdan keyingi Xitoy qaytadan yasab chiqqan Uyg'ur bu ahvoli
Hakikaten mi qo'rqinchli ki? Men mushuni ko'rib yetdim va bu meni cho'chitdi. Lekin nurg'unning xiyoliga kelmaglik, o'zingning gapingni yo'g'iltyapsizlar. Shu darajaga yetibdiki, nim bo'lsin ma'budlarimizga chiqilma, do'zaxga kirsak kiyverayli deydigan darajaga keldik. Elimi yaxshi buni vaqtida debdik. Bo'lmasa bu hal texmi cho'nqurlashib ketadi ekanda. U halda texmi ziyonli bo'ladi. Endi cheksiz yo'qtish his qilayotgan kayfiyatga kelsak, qadimgi zamon mushriklarimi o'zlari yasab olgan ma'budlarning aslida qog'i yaramas maxluqlar ekanligi oshkora bilinishga boshlaganda, ana shunday bir xil kayfiyatga cho'milgan edi. Xuddi olamda yakka yegona, yulanchiksiz qolgandek, yetimlik, bichorlik kayfiyatiga cho'milgan edi. Ma'budlardan ayrilib qoladigan bu vaziyatni. Aslida birmuncha alomatlardan Rasululloh olib kelgan dinning haqiqat ekanligini ko'ngli tuygan, ichida bilgan. Masalan, Abu Sufyondan Damashqda Rim hukmdori bu vaqtda gap so'rab, Muhammadning rastli payg'ambar ekanligini e'tirof qilgan. Bir Rum e'tirof qilyapti uni. To'g'ri tepiyotdi alomatlardan. Bunu anlagan Abu Sufyanning yanada tarixdan kelayotgan ma'budlardan voz kechkiskenbegechkila davomliq tirkashgan. Taki Makka fath qilingan qadar tirkashdi. Rasululloh o'z tuqqanlarini uyiga chaqirib, haqni qabul qilishga soy qilmoqchi bo'lgandimi? Ozg'ina tamoqning hamma mehmonni to'ydiribmi, yana shu paytda turishidek ahvolni ko'rgan. Ichida o'z tuqquniga kelgan payg'ambarlikni bilgan bo'lsa-mu, e'tirof qilishga gejgis qo'ymay mushrik petib ketishgan. Bundaq ahvollarni psixologiya o'rganganlar obdan tushunadi. İnson bolasi hamon ana shundaq bir tayanchlarga ehtiyojli. Ma'budga ehtiyojli. İlgirden çoqunup kelayotgan ma'budlarning odatdagi toshdan farqsizligi bilingan chog'da haqiqatan qabul qilish behtas. Hatto depressiyonga kirib qoladigan, elishib qoladigan, psixik buhronga duch keladigan ahvollar ko'riladi. Bularni men to'g'ri tushunaman, qarindoshlar. Bulardan ayrilib qolish sizlarga qo'rqinchli bilinyapti faqat. Ameliyatda unda emas aslida. Şuna deydiğim, asta künüp qalısılar. Qo'rqmanglar. Haqiqiy iloh Allah ba. O'zinglarni unchoqlarni yetim qilib ketmanglar. Burunma degandim, inson bolasi padig'iz inson bolasi paniga qo'g'langandan beri cennetten chiqarilib paniga surgun qilindi-ku. Haqiqat izlash qo'ydi. Haqiqat uchun yashayotgandek iddaolarda. Hamma odam go'yo haqiqatchi. Haqiqatni suydi, haqiqat izlash yo'lida tirkishyotdi. Haqiqatni qo'g'dug'chi. Nima emasmi? Lekin dal haqiqatni qabul qilishda doimli bekkaj bo'ladi. Amaliyat bu. Buni payg'ambarlarning hayotidan bilaysizlar. Pepilinish, yolg'onlar bilan silab sepilish mayillik bo'ladi insonni. Chiroylik yolg'onlar qabul qilinadi-ki, echinishlik rast gaplar parakendichilik tug'diradi. Bu asosiy iqimga aylangan qarashlarga ko'nib qolganda birdilla buning aksiga duch kelishdan tug'iladigan ruhiy buhrondir bu. Paket oldida har qanday odam taslim bo'lish kerak edi, tirkashgan qanday gap. Men buni tushunmayman, faqatla. Tushundirib qo'yinglar bo'lmasa. Bu paketni og'dirib o'tadigan bir shalpaqlinglar bormi? Tushundiringlar buni.
Hiç nimenla yok. Hissiyatınla var fakat. Ügünüp qalan, künüp qağallıqınla var. Onundan başka nimenla var. Teximi güçlük pakitinla bulmagan ahvalda mabut qoğdaş urunuşunla tamamen bihude. Yaşının kiçikligi sebep boludu deydigan bolsaq, bununla bir yaş çeki belgilep, bunu qabullanışımız gerek boludu. Yoki münafık boluşunun şartlarını belgilep çıksak boludu. Şoğunusu bugünküçe körülgen alametler şu ki, Uygurlarda vatan satkan hüccet vusumu oturda, bir hüccet. Münafık degili bombaga yerde. Bir mi münafık yok deyin gep. Uygurda münafık çıkmaydı. Vatan setip münafık ulanmavatkan tusa, qanday qılıp münafık olgun oludu? Haq gepni qılıp da münafık olap qaladı Uygurlarda. Teximi asan bu. Yani şartlar bek kenarı olğaçqa münafıqlıqның şartları bizde. Aytken boş. Xeyli işlerini qıyğallamı yanalı münafıq sanalmaydı. Sanalması o yana meyli. Adetdeki bir Uygur olap ketiverse. Meyli, onu ken qosak bolsak. Ama qahraman boluşni, dayı oluşni davam qılayverdi. Bu qanda aql, qandaq mantiqa. Mana bu kishini hayron qoldirdi. Yani bu double standart, qo'sh o'lcham. Hamma odamga mushunda kengri bo'lsaqdi. Lekin ba'zilar kelganda bek asan munofiq qilib yutamiz-yu, ba'zilarga mana men deb hujjat bo'lsa munofiq qilib bo'lmaydi. Xatodan yenish, ziyondan yenish qancha baldı bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lmay, uning keyingi qoldirilishining yaxshiroq bo'lishi qanday mantiqidir? Buni biladiganlar bo'lsa deb qo'ysanglar. Bilib olsak. Taşlağı ibadet qilishdan haq taslim bo'lish yaxshi emasmi? Bu qancha baldır bo'lsa, shuncha yaxshi emasmi? Hayron qolmay amal yo'q. Nasihatchi janoblar, qarshi chiqquchi konservativlar, sizlarga deydiganim tuzukroq gapinglar bo'lsa, danglar. Bo'lmasa qamlashmagan, tutmaydigan bahona sabablar bilan aqlamchilik qilmanglar. Bo'lmasa ma'budlaringlar bilan birga sharmanda bo'lasizlar. Bahanelerinin içindeki yaş idi, güdek idi. Ya hele buludu. En buluduğun bahanenle mana bu. Buluduğunu bu. Çünkü bu doğru. Rastlı yaş idi. Güdek idi. Ama oylap görmedinler mi? Bunu advokatlık için sebep kılıştım burun, aklınlağı keltirip yaş idi, güdek idi, dep şununla yarışa ton ve şununla yarışa kalpak giydiğen bolsanga, yani bir güdeknin tılgağıçılığı yok, dep unutup ketken bolsak idik, bugün bu dertlerge kalmaydık. Ama uçakta dana oldu, güdek olmay, uluğunun uluğu, şairinin hüveynisi, kahramanının kimi en yüksek çoksu oldu vakta. Uluğlarının uluğu kılıp aldık. Tarihimizin en parlak siması kılıp aldık. Güdekliki, kiçikliki vakti yanınlığı gelmegen mi? Tabii bir güdek balını hem de aklınlarını cari kıldırıp bakınlar, qoğduqçılar. Rasmi algan mı? Şu güdekte dep keçiripler unutulup ketken bolsak, güdek balayında yazıp yaptı. Dep. Bulavırdı o. Ya bunun yazmağının kançısı var zaten. En uluğlarının şektin poku var. Yani başka uluğlarının mı? Ama bunu güdekti, yazıp sapta hem de bulaptı yazgan bolsa, dep unutup ketken bolsak,
tamamen bulaverdi, men mi qoşulatdım bununla. Ama hazırki gap bu milletning en üstün baş tacı. Yana bundaqın bir sınaqın qıp beqanlı qarindaşlar. Bunalıqı bevasita aqlınlar, abstrakt tefekkürünler qabul qilinmagan bolsa bu işni, bunu yar vermegen bolsa, amaliy tajriba orqali aql qazanish uchun, tajribada bir az konkret bo'lganlik uchun sal tezroq bo'ladi bu. Aşa Kızıl Teşvikat tipideki kapiyalik şuvarlarını Uygur edebiyatının yüksek namayendisi dep chet el tillariga tercüme kıldırıp tanıştırıp bakanlar. Chet ellikler nima dep qala? Ha? Tefekkür sınaqıda qıp bakanlar bunu. Yoki amaliyatda qıp baqsanglar bo'ladi. Bugün mustaqillik deb qaqshavatgan yoki mustaqillik demaydiganlarmi hech bo'lmasa Xitoy zulm qildi deb qaqshavatgan bir zamonda bugungi beshimizda ko'tarib yurgan eng ulug'imiz mushuti deb tanishtirsanglar, chet elliklar nima deb qala? Ya bu sarangbo'y ekan deyishi mumkin. Yoki davaxo ekan deyishi mumkin. Davaxo degan nima degan gap? Ay tayoq gapi degan gap bor-ku. Tayoq kunab qolgan. Shu tayoq gapi o fiziki bir zarba, o tayoq. Ma davaxo bu ma'naviy zarba. Ajanınqa kunab qilish. Bununla del o'xshaydigan bir temsil etib berasizlarga. Balkim sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Bak sal yesh cho'ngroqlar obdan biladi, ko'ngildan kelayotgan bir gap borda. O'sungan vaqtimizda bektonab ketib, o'sungan vaqtida deydigan bir gap bor. Turaqliq ibora bu. Can can o't deydigan. Bu turaqliq iboraning keynida bir temsil var. Bu temsilni men deb beray. Bir yizida bir adamning bir qizi ulab, boshqa balalarim bor ekanda, o bir qiziga jiraqroq bir yizidan xarida chiqib, shu yerga agi yuribdi buni. Bir kunlik yo'ldagi bejutqa. U ko'p o'tmayli bu qizdan duoyi salom kelishga boshlabdi. Vay men öldüm. Vay men zulüm qıp ketdi. Vay men tayoqdan jirim sunadigan bo'ldi. Vay men eyipnaq bo'lib qoladigan bo'ldim. Qaqshaveribdi-da. Kelgan ketgandim duoyi salom. Kelgan ketgan topammasa salom xat yozib bu qaqshash. Qizning anasi yig'labdi. Qaqshabdi. Ahir dadısının müjürük çıdımaptı. Çıdımay bir oğlu varken o oğluna şu sınlığını kaytırıp ki balam. Bu kadar zulüm tat yaşagandım boldu. Äsiz yütep geçsin. Yandırıp gidip. Bu oğlunu ivetipti. Bu oğul o jutku berip o sınlısını ekitidiganga depti. O kudula taraf mı karşı çıkmağa okşaydı qaraganda. Bu sınlısını elip yolga çıkıptı. Kışның күлләре тики, ya keç güzme tiki, soğuk küllerken. Yolun yerinde bir ormanda bektonap gidip bula eşeklerden düşüp aksi utancıqıp bir gulha yıkıptı da. Kichkina ısınıp alın edip. Gulhan da rasayatı taşqandan keyin ikisi osunuptu. Kız da osunup can ot depti da. Bu aksi
bu to'g'ri anladimmi, buni xato anglab qoldimmi deb gap qilmay turib baqsa yana birdamdan keyin jon jon o't debdi-da. Degandan keyin o kishining peyli tutibdi. Tura debdi. Turgandan keyin ko'taga birni tepib, "Mana jon bo'lsa eringning yoniga bor" deb uni u yoqqa qaytirib o'tib, o'zi yenib ketdi ekan. Qarindoshlar, dal mushuning o'xshab qolamiz. Xotinga o'xshab qolamiz qarindoshlar. Biz Xitoydan o kadar qaqshavatimiz, Xitoydan. Zulm chekdik deb Xitoydan qaqshavatimiz qarindoshlar. Endi keyindan kelib, kichik jungu deganni mushu bizning eng ulug' shoirimiz desek, bir chet ellikning oldida shularmi ko'timizga bir nitib, "Mana jungurimga ket." O kadar aşık bo'lsang demdi deymamdi. Xuddi shuningdek. Zulm qildi deyishdi ekansan, bu nima qiliq demamdi. Qancha bo'lsin. Biri janari bo'lgan bo'lsa, eringning yeniga deydi, chiqib. Yana shuni eskartib qo'yay. Bu mening tunji bayqishimmi emasmi bu? Men bayqagan bir ish deyolmayman buni. Chunki men vatandik chaqdillar, adabiyot sohasidagi yoshlar, u 50-yillarning tavarruklari emas, 60-yillarning emas. Ma 70-80-yillarda borliqqa kelgan. Yoshlar ichida allaqachon gumonliq savollar tug'ilib, o'zaro g'ulg'ula qilishadigan bo'p bo'lgan bu ish, qarindoshlarim. Yangilik emas bu. Lekin vatan ichida bu gapni oshkora ko'tarib chiqish mavjushiga qarshi chiqishga baravar. Chunki mavzudan tasdiqlagan tursa, amdalikda mavzudonni yolg'onchi qilayotgandek ko'rmamdi bu. Shunga yoshlar heliqi bir naqshsavago madileydigan. Senchilik shoir falan deydi. Shuni bek sat hajviylashtirib aytib o'ynaydi. Yoshlar o'zaro masxara qilib. Bu yangilik emas, bu sizlarga yangilik bo'layotib qopti. Men chet eldagilarga. Uyg'urning qo'yaynalari chiqdi emasmi chet elga? Endi shuni bayqadimki, yanada vatan ichida aqli o'yg'oq odamlar ko'p ekandik. Ey Allah. Endi bu gap nashadi qo'yini, bu nasihatchilikni uyada qo'yib turib, endi men bugungi diaspora hayotimizga qaytib kelaylik. Ama timini so'zlashga rag'bat vergan masalaga kelaylik. Bu bijaptidan beri qilgapku. Bilisizlar, millatlarning tarixida o'rlash va cho'kish bo'lib turdi. Gullangan davrlar bo'lgandek tushkunlashgan, ma'naviyati yemirilgan davrlarim bo'ldi. Millat ma'naviyati yemirilishga boshlaganligi, axloqiy cho'kintiga qarab manganligi, nasihatchilikning ofatga aylanganligini belgi qiladi. Belki bu gap musulliga pek ig'ir anglanishi mumkin. Dünya tarixida demay turaylik. Bizning vatanimiz ko'proq ta'siri uchirgan sharq madaniyatida maydonga kelgan pandi nasihat turidagi asarlarning maydonga kelgan davrini tadqiq qilib ko'rdigan bo'lsak, bundaq davrlarning madaniyat gullangan davrga emas, ma'naviy cho'kintiga yuz tutgan davrlar ekanligini ko'rib olish mumkin. Chunki madaniyat gullangan davrlarda bilarmanlarning qiladigan ishlari ko'p bo'ladi. Vaqti qisqa bo'ladi. Amaliy qo'llanishchan, darhol hayotga xizmat qiladigan turdagi ishlar ko'p bo'ladi. Nasihatchilikka hech kimning vaqti bo'lmaydi. Qiyg'ili ish topolmagan yoki ikkinchi turli qilib aytganda qiladigan ishini topolmagan odamlar ko'payib ketganda,
Hamma odamning asosiy ishi nasihatchilik bo'lib qoladi. Pəndi nəsihət türüdəki əsərlər köprək meydanına gələn əllərə qarasaqmı, bunun isbatına erişimiz. Bundaq kitablar şərhdə köprək. Xitaylarning islahat şamalının salqını bizga yetib gələn 80-ci illərin oturusunu Uyğur mədəniyyət sahəsinin ən güllənən dövrü deyişki buladı. Milli ruhning rasa jush urib üsüvatqan dövrü idi. Ama Xitaylar islahatdan bizning nasibador bo'lishimizni hukmronligiga ziyonliq deb qarag'achqa darhol bizni tuyuq yo'lga boshlab etdi. Albatta bularni setilma adiblar, yollanma adiblar vositasi orqali ro'yobga chiqardi. 90-yillarning o'tirilaridan boshlab madaniyat sohamizda birdilla pand nasihatchilik bahor chechaklaridek orqa-marqa echilishga boshladi. Naqshladımı nasihat, bunisi belkim başqa hech qanday millatda bo'lmagan bir kashfiyat bo'lsa kerak. She'rlarda nasihat, hikoyalarda nasihat, maqolalarda nasihat, butun surib kitoblardami panda nasihat qaynab ketdi. Bu tarixiy iqimni ko'raligan va buningdan cho'chigan birdan bir ziyoli balkim Farhod Tursun bo'lsa kerak. Farhod Tursun butkul millatning bir-biriga nasihat qilishga boshlashidek bu dolqinning bir ofat ekanligini 90-yillardagi boshlanish mezgilida o'tirib qo'yib, buningdan endishalarini har fursatda deb kelgan edi. Har fursatda panda nasihatchilikni masxir qilib bir nima deb yuratdi. Hozir asarlarga qarasanglar shunday. Bir yerdan bo'lmasa bir yerdan tikinin sancıp oturdu. Pəndi nəsihatçilik. Ama nurgun kişiler bu pəndi nəsihat dolqununu bir milli oyğunuş, güllünüş sıfatida görüşken edi. Bunun milli güllünüş emas, afet ekanligini qanday bilaymiz? Eğer sözlügüçü köp, anlıgıcı az bo'lgan bir vaziyat qanday bir manzar meydonga keltirdi? Nasihatchilarning buncha ko'p bo'lishi zodi kimga qartilgan? Hamma odamning bir-biriga nasihat qilishi, qabul qiluvchi yo'q, talqinchilarning bo'lishi qandaqmi gullanish bo'lsin. Bugungi kelganda men Farhod Tursunning bu ahvolni nima uchun ofat deb qaralganligini tushundim. Bugun uchur va matbuotchilikning ommaviylashishi bilan afet teximi eniq kögülü bo'ladigan darajaga yetdi. Ommaviy torlarni kuzatsangiz, nasihatchilikka bel bog'lamagan bir odam yo'qdeklar. Inkaslarga diqqat qilsangiz, odatdagi gapni o'nglab qilolmaydi atgan. Yazolmayotganlarning inkas mazmuni birer nasihat. Boshqalarga tarbiya berish urinishi ekanligini kishini yig'iga qistaydi. Bu hal. Bundaqlar ko'pchilikni tashkil qiladigan bo'lib, ular hech qachon yezayotgan inkasidagi qora qo'saqliqqa diqqat qilay demaydi. Ammo yana boshqalarga o'g'itishga tirishadi. Hatto yozgan nimasi bor-yo'qi ishga qur. Bir yerim qurilishi qaramay, bir so'zimi to'g'ri yozilmagan bo'ladi. Ammo mazmun yana nasihat. Karavmı çoğun rejiler. Nasihatçiler içinde heli köp, közgü çelik durduğun, üzünü töpnün bir hesaplaşka Allah kaçan nefs günük kellerinin yollanmalardı mı, bir munca hata yazılgan sözlerini, hata işletilgen harflerini görürüz. Bular hergizme til edebiyat ustalarla biladigan, az uçuraydigan söz emas. Undaq olsa o doğru düşünüşkün buladı. Ama hata yazılıvatkan sözlerinin xeli nurgunu adetli turmuşumuzda daim işletildiğin sözler olup, şununla qanday yazıldıqanlığını bilmeydiğen bilermenler. Qarqosaqlarının g'alığı qarab, içinişini ya g'azaplanishni bilenmey qalıdı kishi. Bunu koyup dururlar. İsminin to'g'ri yazılışını bilmeydiğen nasihatchilarga nima desek bo'ladi? İsmini yazışda hemen o bilen U'nu almashtırıp qo'yish umumiy.
Mana muşu haldı tatınmasdan nasihatçilikka çaştaraş ne kadar büyük cesaret. Tesirlenmey duranmaysız. Binakarlık işlep жүрген günlerimde mening bir Xitoy ustam bo'ladigan. Vazifalarimizni tushkicha bitirib, texnik kelib, tekshirib o'tkazib olishini kutatdik. Her kuni degidek uning qiyg'ashi layoqatsiz bo'lib, buzishga buyuriladi. Anda uning ishini tuzash menga yuklanadi. Shogirdga. Tushdan keyin uning ishini tuzaydi. O yanımda turib olib, menga o'gitib turadi. Men uning bilan urushib turadi. Menga o'gatgidek haling bo'lsa, men sening ishingni boshqadan qilmaydim. Zuvaningni yig'ib tushib turibdi deb do'shkalaydi. Ammo uningchi bo'lganda, uning qilayotgani yo'ldoshlarcha yordam ekan. Shu chaqlardan boshlab bu Xitoy degan hajab yuzi qilin ekan. Yuzi bilmay turib o'gitib turdi-ki-na deb ekanman. Qaraysizki, bugün Uyg'urlar mana shu Xitoylarning qilmishini aynan o'rganib olganmaganda, o'zi bilmasimi, o'gitib turadigan ahvollarni doimli ushurtib turadigan bo'ldik. Kishini o'ng'izsizlik soladigan bir hol. Yana bir qistirma qilaymışada. Shu boshda qistirganlarimga aloqador. Mana ma'budlarga chaqilishning ziyonlari haqida nasihat qilayotganlarmi? Bir narsa bilganliklari uchun qilayotganlar emas. Faqat ulug'liq xirsi. Go'yo bir nima biladigan, haq his qilinmayotganini his qila oladigan bo'lib, ko'rinish havasidirlar. Nasihatchilikka chashtarab chiqayotganlardir. Yo'q desa agar, bo'ladigan ziyonlarni sharhlab baqsin. Bu bir. Biz qachon qandaq bir sharoitda tariximizdagi po'qi bulmoqi aralashlik haqida gap qilsak to'g'ri bo'ladi. Buni vaqtini ko'rsatib baqsin. Va bu vaqtning nima uchun uyg'unligi haqida bizni ishondirsin. Qistirma tamam. Bugun taraqqiy qilib voyaga yetgan uchur vositalari matbuot qulayligi aslida bizdek millatlarning madaniyat taraqqiyoti uchun bekorlik fursat, tayyor fursat, qulay fursat o'simi. Biz bu vositalardan o'rganishda foydalanishning aksicha boshqalarga tarbiya berishda foydalanayotganimiz, o'zimiz bilmay turib boshqalarga o'rgatishda foydalanayotganligimiz ko'timda ishda yo'q etim marjon bivi degandek holimizga vaqmay boshqalarga nasihat qilishimiz, nasihatlarning paxolligini keltirib chiqarib ma'naviy krizis tug'dirayotgani alamlikdir. Tor dunyosidagi Uyg'urcha yo'llanmalarni mazmun yiqidan istatistika qiladigan bo'lsak, nasihat mazmunining qo'rqinchli darajada ko'pligini ko'ramiz. Dünya bo'lganning birisida panda nasihat kitoblaridan, qo'llanmalaridan foydalanib tuzalgan qancha odam taniysiz? Misol bera olamsiz? Axloq tashabbus qilingan kitoblar soyasida axloqi tuzalgan sobiq axloqsizdan nechun taniysiz? Mana bularni realroq o'ylab ko'rganingizda, amaliyat ustiga qo'yib o'ylab baqqaningizda, qilinayotgan bu buyuk ishlarning aslida hech nimaga foydasining yo'qligini ko'rib yetalaysiz. Men sizga siz menga nasihat qilish davomlashmoqda. O'zaro. Nasihatlar hech kimni o'zgartirligini yo'q, tuzaligini yo'q. Nasihatchilarning ko'pchiligi zikri kechgan qorqo'saqlar bo'lib, so'z normalarini bilmaydi. Hatto o'zining ismini to'g'ri yozolmaydi. Ana til haqida shuncha ko'p qaqshayotgan bo'lishimizga qaramay, ana tilimiz o'zlarimiz tarafidan petiqlanmoqda. Tilimizning alohidligi bo'g'imlar, so'ziq tovushlarni asos qiladi. Bir so'ziq tovush bo'lsa, bir bo'g'im bo'ladi. Uzuk tovushlar bo'g'imning asosi emas. Shunga bir muncha 4 tovushliq so'zlar bo'lsa-mu, oxirgi 2 harf uzuk tovush bo'lsa, bu so'zlar yana bir bo'g'imliq so'zdir.
Şoğunысы бүгінгі қолайчылықтың пайдаланып, әр бір саватлық ұйғыр yazgıcı болып кеткечке, 4 davuşluq bir buğumluq sözler 2 buğum qılıb yazılmaqda. Yani ahırqı 2 üzük davuş arasıga bir i qoşup yazılmaqda. Bunu hatta üzün 4'ның bir çaqlaq atqan qarqusaqlama aşında yazmaqda. Növbetdə bu xatanın ən umumlaşqan xatalardan biri ekanligini görüp atdımız. Bundan başqa o ornağa u işiltişmi xeli umumlaşıp qaldı. Hatta naiti köp işiltildiğen bilmek fiilinin türülünüşlerinin bəzilərimi i ornağa u yaki ü işiltilib atqanlığını görürüz. Bülüp. Bilərmənlərimizdən birinin çıraylık, rənglik, təglik üstüge yazıp yollagan bir yollanmışda şundaq geplerini gördüm. Vətəndə bulab atqan davamını mən unutub qaldım. Davamının mekiriki yok. Vətəndə bulab atqan. Bunundaki bulab atqan degan fiil davamlaşıp atqan bir hareketini bildirdiğanlığı əməyləngə ayan. Lekin bu qandaq hareket? Bulangçılık. Bu davamlaşıp atqan hareket bulangçılık. Lekin yollanmadaki məzmundan qarasınız, bulangçılık haqqında gap qilmoqchi emasligini görürsüz ve to'g'ri tushunishga tirishsiz. Aslida uning ishlatmoqchi bo'lgan fiili bo'lmoq. Yani bolmakның davamlaşıp atqan hareket türünü demekçi. Yani bolup atqan demekçi. Bolup atqan. Birinci boğumda o. Bunu bulab atqan. Bulangçılık o. Bu yerde sözün jıltısı nemeydi degenini asla hesapqa almayla koç tili boyunca yazık tökkellikten mana muşunda külkülük bir mazmun oturuğa çıqqan. Jıltız nemeydi? Bol. Bolmak. Belgilgüçilik roludaki tavuş, sozuq tavuş o. Mana şu o'nun ornağa u işletilganligi üçün mazmun asman zimin özgürüp ketken. Yana bulaptı deb ezildiğen ahvallarımı xeli köp. Bulaptı degenden killa ma'lum bir bulangçı yoki bulangçılar guruhi bankını bulaptı yoki Matqasim Axunning uyini bulaptı. Bu yerda ama bulangçılıkning gap emasligini qolgan mazmundan ko'ramizki, bu yerda demekçi o'g'ini bo'libdi demekçi. Sözning jiltiziga ko'ra to'g'risi hukm qilishga bo'ladi. Masalan, qo'shna. Şimal şivimizde qarindoshlarimiz odatda bu so'zni qo'shna deb ishlatadi. Qo'shna to'g'rimi, qo'shnimi? Söz yıldızı tekshirilsa bunun asallan qirg'ini oldu. Bu iki buğumluq sözdeki ahirki buğum isim yasag'uchi qo'shimcha bo'lib, asasi ma'no birinci buğumda. U halda qo'sh. Dakika. Bu qo'sh o'zi to'g'ri bo'lamdi, xo'sh o'simi. Demekçi bo'lgan mazmun uyimizning yenidagi uy ve öygülleri. Qo'shna. O halda qo'sh degan söz cüp degan söz bilan ma'nodash. Qo'shmaq degan sözdeki qo'sh bu. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar deyilgan chog'dagi qo'sh. Yani cüp ma'nosi var. Emchiqin qo'shmiti. Bu sözde tutash, qo'shilib qolgan, tutishib qolgan degan ma'nolarda. Unda bo'lganda ekan, qaysi to'g'ri ekan? Qo'shna. Endi yana bir nusxadagi so'z yiltizi qo'shni tekshiradigan bo'lsak, qo'shnidarchilikqa hech qanday aloqasining yo'qligini ko'ramiz.
Yani hoş, hayırlışış sözünün en kısa şekli. Şundakla hoşallık degen sözünün kısa şekli. Uqturuş. Uq qiyibilen ve uqturuş. Bu sözümü qiyishqi başlagan sözlerden biri. Hareketnam şeklindeki bu sözünün asli jiltisi uq. Uqmaq mı yoki uqmaq mı? Nayta aniq görünüp turdi ki bu söz uqmaq, uqturmaqning hareketnam şekli. Dep gap yok. Uq buyruq şekil, buyruq fiili şekilde ikinci şahsga qaratilgan buyruq. Uq yani bil degan gap ko. Mana shu usul boyunca ba'zi sözler istimalda izchil xato qo'llanilaversa, vaqtning o'tishi bilan to'g'ri xatosi ilg'i qilinmaydigan holga kelib qoladi. Gapimiz urab ketganligi uchun nurg'uya misollarni qisqartib etdim. Bundaq sözlerning jiltizini izlash yoki parchalash usuli bilan to'g'risini tepishga bo'ladi. Torlarda görüldüğün hata sözlerinin bazıları bekmi qo'rqinchli qeyip ketadigan bo'lsa-mu, qarindoshlarimiz bununla dikkat qilmaydi. Bundaq sözlerden biri uçuq deb yozilayotgan söz bo'lib, balkim qarindoshlarimiz to'g'ri yozdim deb zanetayotgan bo'lishi aniq. Uçuq degan nima? Bu bir kasallik alomati bo'lib, ko'p hollarda o'lim to'shagida yotgan kasallar ölüştün sel aval tiri yüzüde körüldüğün alametinin ismidir. Kisel beqavatqalla bu alametini köygende uçuq tegdi, bulunla, onu teyarlanla, bunu teyarlanla, palanı xabar veringla deyişip aldırashqa başlaydı. Çünkü uçuq tekkenden keyin köp ötmey nefes to'xtaydi. Uçuq degan sözünü izohlashga to'g'ri kelsa, bu söz bedende körülüdüğün ölüm alametinin ismi deyilishi mumkin. Aniqki qarindoshlarımızning demakchi o'g'ini o'lim oldidik alomat emas, balki ochoq demakchi. Ya'ni yepiqning aksi bo'lgan ochoq. Bir harf deganni u yerda qo'ysa bu yerda yo'q deb anchiki qaraydigansizlar. Mana shundaq bir harf bilan ma'noning bek yiroqlab ketadiganligini har zaman asdan chiqarmaganimiz yaxshi. Yana bir misol. Mana shu bir harfning naqadar zo'r ma'no zidligiga sabab bo'lganligini isbotlaydi. Xitoylarning har xil kasb qiyg'ichilari keladi vatanimizga. Apkeshlarini ko'tarib. Buni asliyalasizlar. Bilasizlar buning ichida tishchilar, soxta dori sotqichilar, soat remontchilari. Yani bunun hemmisinin asas xaridori Uyg'urlar bo'lishi diqqatga sazovor taraf edi. Eski aldыңыз mı? Bunun yeniği Xitaydan birisi kelmeydi bu Xitaylı'nın yeniği. Hemmisinin xaridori Uyg'ur. Aldash kichik bola yaxshi emasmi? Asas xaridor Uyg'urlar bo'lg'achqa, ularning e'lonlarimi Uyg'urcha bo'ladi. Aldыңыз mı? Bu Xitaylar birer Uygur'unu tepip Uygurca yazdırıp aladigan bo'lsa kerak. Doğruning tushuntirishlar Uygurcha, soat remontchilarining shirasi oldiga tatib olgan aqlatidagi xatlarmi Uygurcha bo'ladi. Bir qatim ma'lum shaharda ashundaq bir shirani qo'yib olib, soat remont qilayotgan Xitoyning shirasi oldiga tatilgan aqlatidagi xatni Saradan bazağa kelgan bir dehqon o'qig'ach o'tib harvisida, ishkarida. U o'qibdiki, soatni puxta remont qilamiz degan so'zlar ekan. Dehqon ishkarvidagi oila a'zolari qarab shundoq debdi. Ko'rdinglarmi? Bu hukumatning voya, qilmaydigan ishi yo'q juma? Ya, bizning aqlimizga kelsinmi bu ish? Poq deganni o'g'it qilishdan boshqa ishlamaydi deb yursak, soat remont qilishga ishlaydi emasmi? Deyishibdi. Puxta remont qilamiz. Puxta. Bir peshning tepeldan qarindoshlar. Puxta demakchi.
Aslında bugün tema itibarı bilen nasihatçilerinin til savadı hakkında misal verimen dep sal çeçilip kettim, çoңqurlap kettim mi? Bolmasa til hakkında bek sözlügüm yok idi. Yana bir mazmunni bununla ketip koyay. Ötkende bunu maxsus videomu qiygandim. Anlasam Xitaylar viza berishga başlaptı. Bu arqali Xitaylar nimaga erishmoqchi? Xitaylarning hech bir ishi to'g'ri niyatdan, izgi niyatdan emasligini bilamiz. Shunga qaramay ba'zi chidamas odamlar yoki aslida Xitaylar tarafidan chiqarilgan odamlar Xitay konsulxonalariga viza iltimos sunibdi. Hatta bek qo'rqinchli misollar bor. Faqat Hollandiyada 1000 dan ortiq odam viza iltimos qilibdi deydi. Deb anladik. Bulardan kelib chiqadigan oqibatlar hisobga elindimi yoki bu kishilarning aslida ashunda vazifalari bormi? Panohlik tilash yo'li bilan g'arb davlatlarida yashab qolgan bu odamlarning bu qiliqi bu davlatlarda Uyg'urlarga qarata ishonchsizlik qarshi tug'dirishi mumkin. Chunki biz qatlamdan gap qilyapmiz. Uzaq jutqa agi verilgan qizg'aladek olatga qalamaymiz. U adan tayoq yeb chiqqandikan jon demayli. Agar bu odamlar aslida vazifalik chiqarilgan odamlar olmay, normal chidamaslar, shaxsiyatchi xumsizlar bo'lgan taqdirda nimalar yuz beradi? Cho'qimki Xitoylar ularni suhbatga taklif qiladi. Bular derhal bilgen, anlagan hamma narsani to'kidi. Va'da nomi yozadi. Aslida mushunda qaytishlardan tamada bo'lib, faoliyatlardan uzoq, bayroqdan uzoq turayotgan bu ablahlar Xitoylarga va'da berib, rasmiy munofiqqa aylandi. Bulardan ba'zilari qaytib chiqqandan keyin aktiv faoliyatchiga aylanishi mumkin. Bundaqlari eng xatarlik. Yana ba'zilari yanala passiv faoliyatdan uzoq turadigan, bayroqdan qo'rqadigan holatini davom qilishi mumkin va boshqalarni o'ziga o'xshash yiroq turishga quturtadigan ikkinchi bir turdagi vazifaga tayinlanishi mumkin-da. Ammo yana baldoqdek bayroqdan qochayotgan bilan bu emdikisi ama berib kelgandan keyingisi baldoqdan boshqacha mazmunda. Xitoyga va'da yurib chiqqanligidan. Berib kelganligi ishini haqiqatan balaliq bo'ladi, dötlik bo'ladi. Berib kelgichlarni biladiganlar cho'qim oshkorlash kerak. Bularning oshkorlanishi bundan keyingi vatanparvarlik faoliyatlarining sog'lomligi uchun to'liq keraklik. Uchur hisoblandi. Biladiganlarning buni oshkorlashi milliy va mo'minlik burchi hisoblandi. Qavmni balo qazodan ogohlantirish hisoblandi. Shu yaqinda birisining oilasi chiqqanken buni qandaqdir bu kishining izchil elib berilgan faoliyatlarining natijasi tirishlar Xitoymi ta'sirlanib oilasini chiqarib berdi ekan deydigan turda tafsir qilishlar olamni bir oldi. Germaniyada birisining oilasi chiqibdi ekan. Tafsirchilarning maqsadi mushundaq chiqib kishilarni to'g'ri axloqiy qabul qilishga bo'ladigan qilib ko'rsatish. Ya'ni boshqalarning oilasi chiqsa agar buni to'g'ri qabul qilinglar. Tirishchanlikning natijasi deb qabul qilinglar deb normal ko'rsatish. Bu orqali kelgusida yuz beradigan boshqa chiqib kelishlar uchun normallik kayfiyati yaratish urinishidir. Xitoylar sizning chet elda turib olib qiladigan balam nada, dadam nadalaringizdan yuzi qizirib, ta'sirlanib yoki qo'rqib ketadigan ish yo'q. Bu qip-qizilli yolg'onchilik bo'lib, aslidagi mohiyatlik sababni yo'shirish, yuzini yuyish, boshqadan pardozlab ko'rsatish urinishidir. Bu chiqib kelish haqidagi tabriklashlar buni normal qabul qildirish uchun jamoat fikr hosil qilishga vazifalanganlarning sadosidirki, bularning kimliklariga diqqat qilib boqinglar. Buncha bular gol olmayli qarindoshlar.
Xitaylar, aşağılıqı biz biladigan Xitaylar şu, o özgürüp qalmadı. Gapni aşağı direkt tügütey, avıp ketdi go deyman. Saatga qaramadım. Keyingi qitimdan başlap qarindoshlar istixbarat haqida söhbetleşimiz. Hali köpünglar bu talapda bulavatqanlıqlardan başqa özəmmi bək qızıqıdığan boğaçqa. Və bunu keyinki qitimdan başlap sözleydiğanlığımızı xəbərsiz qalğanlarga uqturub qoyanlar. Ama bu aralıqda bir ədəbi söhbətmi var, şunundan keyin. İkide bir ədəbi söhbət qılıb turumuz bu. Endi yana şu gapga qısturma qilaman başta deyilgan mazmunlarga. Ma Türkiyədəki bir yaqın ötken qarindishimiz var, Mehmet Tursun Uyghur qarindishimiz. Bu qarindishimiz uzun bir yazmada meni tanqid qilibdi. Bularni to'liq o'qib chiqolmadim rastim desam, ko'zim tushgan qurlardagi gaplardan ko'nglim sal g'alat bo'ldi. Ayrim javob yozib yurmasammi bo'g'dekkan deb qaradim. Bugun yuqorida deyilganlar yetarlik deb o'ylayman. Shuningdan tegishli javoblar chiqib qoladi meningcha. Uningdan chiqmay qolganlarni ayrim savol qilib evatib bersa, uni ko'rib baqsammi bo'ladi. Endi ba'zilariga keyingi qitimliq adabiyot suhbatida qistirma qilsammi bo'g'dekkan. Adabiyot qilsam aloqasi bor deb turadi. Shuni bugun gapni uzartmay dedim. İnimiz 100 mashhur Uyg'ur degan kitobga kirgizib olgan kishilarni jon tikib qo'ydimsa kitobning qimmatiga ta'sir etadi degan endishaga tushib qolgan bo'lsa kerak. Uncha ulan bo'lib ketmaydi. Chunki 90% yaxshi bo'lgandan keyin ijobiy baholashga bo'laveradi. Lekin ashundaq bir xil endishani his qildim buningdan. Qarindoshlar bugun sal uzrab ketdi. Shunga vaqtinglarga